Xitayning Sharqi Turkistonda yo'lga qo'ygan assimilyatsiya siyosati bolalar fondi jamiyati tayyorlagan kishini hayron qoldiradigan dokladda ko'rsatdi. Dokladda Xitoy hukumatı o'tirg'a qo'ygan jazo lagerlarida 3 millionga yaqin Uyg'urlarning borligi o'tirg'a qo'yilgan bo'libmi bolalarning qilingan ziyonkashligiga mundaq tushuntirilgan. Cho'nglar siyosiy ma'arif va tarbiyalash lagerlariga qamalgan vaqtda bolalar davlat yotiqida tutib turildi. Xitoy hukumatı oilani parchalashni siyosat sifatida qo'llandi. Dokladda jazo lagerlarida tutilayotgan Uyg'urlarning sonining 3 millionga yetganligi ta'kidlanib, mundaq deyilgan. Sharqi Turkistondagi kundalik turmushni kontrol qilish va bostirish Uyg'ur, Qozoq va boshqa osonliq millatlarga ta'sir ko'rsatadi va bu qilmishlar xalqaro qonunning kamsitishga qarshi turish belgilamasiga xilof. Dokladda jazo lagerlarida tutilgan quramiga yetganlarga oid uchurlarning intayin cheklik ekanligi ta'kidlanish bilan birga, bolalar ayrim qismda bayon qilingan. Dokladda tuvandagi bayonlar bor. Lagerdagi quramiga yetganlarga oid uchur va sonliq ma'lumotlarga erishish intayin mushkul bo'lsa-mu, ammo bolalarga oid uchur va sonliq ma'lumotlarga erishish oson mumkin emas. Cho'nglarning tutib turilishining oilalarga parchalash xarakterlik yomon ta'sir ko'rsatadiganligi aniq. Xitoy hukumatı Uyg'urlarning keng ko'lamlik majburiy emgakka silinayotganligiga oid ishonchlik va yetarlik paketlar qarmay, majburiy emgakning mavjudligini davomli inkor qilmoqda. Atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat 30 aprel Xitoy tashqi ishlar ministrligida yana axborot yig'ini o'tkazib, Uyg'urlarni majburiy emgakka silinayotganligini rad qilgan. Atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatning bayonotchisi Sho'go'shaning ilgari surishicha, Xinjiang xalqaro emgak tashkilotining nizomnomasiga izchil amal qilmoqda ekan. Xalqaro emgak tashkilotining bildirishicha, Xitoy hozir qadar bu tashkilotning xalqaro kelishimlariga imzo qo'ymagan. 30 aprel o'tkazilgan yig'inda atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik kiyim-kechak ilgirki jamiyatining muavin boshlig'i Obul Hasan Obul Qosim va Olida Turdahmat ismli xo'jidagi bir kiyim-kechak korxonasining ishchisini guvohlik bergizgan. Olida Turdahmat atalmış Xinjiangdagi har millat xalqi xizmat tanlashlarkin, qayerga berib qanday xizmat qilishni o'z ixtiyori bilan tanlay oladi degan. Xitoy hukumatı majburiy emgakning mavjudligini inkor qilsa-mu, biroq u xalqaro emgak nazorat qilish tashkilotlarining tekshirish elib berishini rad qilib keldi. 30 apreldagi axborot yig'ini Uyg'ur elida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni boyqut qilgan shirkatlar texnik ko'payayotgan mezgilda o'tkazilgan. Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan terror siyosatiga qarshi Xitoyning Olmutada turishli Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilayotgan namoyish davomlashayotgani 80 kundan oshgan bo'lib, 30 aprel namoyishchilar Xitoyning Olmutadagi bir cho'ng restorani oldida norozilik bildirgan. Ko'pincha analardan tashkillangan namoyishchilar qo'llarida Xitoy tarafidan Sharqi Turkistonda jazo lagerlari yoki turmaga solingan oila a'zolarining suratlarini ko'tarib, Olmutadagi Xitoyning cho'ng oshxonasi oldida namoyish o'tkazgan. Namoyishchilar Xitoy Qozog'istondan chiqib ketsin, lagerlar taqolsin, Xitoy oila a'zolarimizni qo'yib etsin degan shiorlarni to'lg'an. Buningdan bearam bo'lgan Xitoy mehmonlar oshxonadan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Yashangan bir ayolning bildirishicha, Sharqi Turkistonda Xitoy tarafidan lagerga qamalgan oila a'zolarining da'vosi uchun boshlangan namoyish 82-kunga qadam qo'ygan bo'lsa-mu, biroq Xitoy konsulxonasi namoyishchilarga hech qanday javob bermagan. Bugun g'azablangan namoyishchilar Xitoy restorani oldida norozilik namoyish qilgan. Xabar qilinishicha, Shvetsiya parlamentida Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik haqida munozara o'tkazilgan. Egilanishicha, 2 hafta ilgari Shvetsiya Xristian Demokratlar partiyasining parlament a'zosi Lars Adaktoson, Shvetsiya tashqi ishlar ministri Anna Lindenden Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishi masalasi haqida savol so'ragan. Bildirishicha, bu muzokara yig'ini tashqi ishlar ministri Anna Lindenning parlament a'zosi Larsning savoliga javob berish uchun o'rinlashtirilgan. Muzokara yig'ini 30 aprel juma kuni Shvetsiya parlamentida o'tkazilgan. Yig'inda Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik terror siyosati maxsus muzokara qilingan. Ma'lum bo'lishicha, yig'inda tashqi ishlar ministri Uyg'urlarga qilingan ziyonkashlikni Amerika, Kanada va Gollandiya hal qilgan usulda irqiy qirg'inchilik deb qaror qilishga tayyormi? Minister Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan jinoiy qilmishlarga qarshi qanday harakat qo'llanmoqchi qatorliq muhim masalalar muzokara qilingan.
Xitay ئالەم punktiga ئەۋەتكەن raketa كونترولدىن chiqib ketgan bo'lib, yer sharini tez suratda aylanayotgan raketa parchalarining qayerga tushadiganligi noma'lum. Xitay 4-oyning 29-kuni 5B uzun safar nomli raketani ئالەم boshlig'iga ئەۋەتكەن. Raketa muvaffaqiyatli qo'yib berilgandan keyin modul qo'yib berguvchi asosliq gavdadan chiqib, planlangan orbitaga kirgan. Raketaning asosliq to'pimi ilgari planlangan dengiz okeaniga qo'nishi kerak bo'lib, ammo undaq bo'lmagan. Raketa gavdasi kontrollikdan chiqib yer sharini aylanishga va parchalanishga boshlangan. 21 tonna og'irlikdagi 30 metrlik raketa zapchastlarining qachon va qayerga tushib ketadiganligi noma'lum. Mutaxassislar bu parchalarning 10-may atrofida shimolda Nyu-York bilan Madrid, janubda Chili bilan Yangi Zelandiyaning Wellington o'tirishidagi rayoniga tushib ketishi mumkinligini mo'ljallandi.